Xitoyning mashhur taomi baozini siz ham eshitgansiz. Uning ixtiro qilinishi esa bir afsona bilan bog'liq. U uch qirollik davri mashhur harbiy strategi va kansleri Juelan nomi bilan bog'lanadi. Afsonaga ko'ra, Juelan o'z qo'shinlari bilan janubdagi daryoni kechib o'tishga majbur bo'lganida, mahalliy aholi uni tinchlantirish uchun daryo xudosiga 49 nafar askarning boshini qurbon qilish kerakligini aytadi. O'z askarlarini qurbon qilishni istamagan Juelan ularning o'rniga qurbonlik sifatida maxsus non, pishiriq tayyorlashga buyruq beradi. U xamirdan odamni boshiga o'xshagan shakllarni yasashni, ularning ichini esa go'sht va sabzavotlar bilan to'ldirib, bug'da pishirishni buyuradi. Bu pishiriqlar daryoga tashlanadi va shundan so'ng qo'shin daryodan muvaffaqiyatli o'tadi. U o'zining bu ixtirosini mantou deb ataydi. Tarixiy manbalarga ko'ra, Soy sulolasi mantou so'zi ham ich to'ldirilgan, ham oddiy, ichsiz bug'da pishirilgan nonlarga nisbatan ishlatgan. Vaqt o'tishi bilan xamir ichiga masalliq solingan pishiriqlarni farqlash uchun baozi nomi paydo bo'lgan. Bugungi kunda Xitoyning ko'p hududlarida mantou ichsiz oddiy bug'da pishirilgan nonni, baozi esa ich to'ldirilgan nondan. Nima deb o'ylaysiz? Bizning mantilar ham Xitoydan kirib kelganmi? Izohda qoldiring.